Mana suyak yemirilishi borlarga, artrit, polartrit, revmatizm, grejasi borlarga uy sharoitida mana shu chuvalchang juda foydali. Bir kunga 2 mahal, 3 ta ertalab, 3 ta kechqurun ozgina yarim soat, 1 soat suvni ichiga qo'ysangiz, loylari tushib ketadi. Shundoq o'zini yeb olasiz ertalab, kechqurun. Suyak bo'g'imlarini mustahkam qilib beradigan xususiyatga ega. Ota-bobolarimiz mana shuni iste'mol qilib yurgan. Tabobat olamida buni revmatizmga, ko'ks artrozini, suyak yemirilish 1, 2, 3, 4 darajadagi suyak yemirilishni ham davolaydigan xususiyatga ega. Buni quritib kapsulaga olingani ham bor, lekin svejisini bu uy sharoitida bepul o'zingiz tutib, tozalab ichini suvga qo'yib bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Suyak yemirilish, artrit, polartrit, revmatizm grejasi borlarga, bo'g'imlari qaqshab og'riydigan insonlarga juda katta foydasi. Birodarlar, uy sharoitida do'stlaringizga jo'natib qo'ying.